Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bitta 18 sotiklik turar joyimiz sotuvga chiqdi. Manzilimiz Farg'ona shahar Kirgili temir bozorining oldida turibmiz. Chorrahasida bu tomon yurganimiz temir bozori, baqa yursak Marg'ilon proyezdga chiqib ketish. Bu tomon yuradigan bo'lsak Pelikanga chiqib ketamiz. Eniga bu tomoniga 38 metr, bu tomoniga 48 metrdan oshiqroq ekan. Ostlar bilan ichlarini ko'rsatib o'taman. Mana ichkariga ham kirib oldik. Bu tomonda mana 38 metrlik tomonda magazin uchun joy qilib qo'yilgan ekan. Hozir ichkaridan olyapmiz, tashqarisidan olmadik. Buni buzib tashlab turib o'zlaring uchun dom, klinika yoki xususiy bog'cha qilib qo'ysa ham bo'ladi. Mo'yka ham juda ham zo'r yuradi. O'zibatlardan 18 sotiklik turar joy topish ham juda qiyin masala. Hozir bu tomonda xohlasalaring hovli qilib olsalaring ham bo'ladi. 11 xonadan iborat ekan. Xonalarni hozir ko'rsatib o'taman. Mana hovlimiz tomonga ham o'tib oldik. Darvozaxonadan kirganimizda 11 ta xonasi bor ekan. Remont talab holatda. O'zlaring uchun rekonstruksiya qilib olsalaring ham bo'ladi. Bo'lmasam shu o'rtadan bo'lib turib choyxona qilib qo'ysa ham bo'ladi. Katta yo'lda bo'yidaligi sabab choyxona ham yaxshi yuradi albatta. Stilajlari bor ekan, stilajlari ham qolar ekan. Bitta oldin temir qo'yib foydalanishgan ekan. Bundan tashqari bu tomonda podvali ham bor ekan uylarini. Shunaqa joy oqtarib yurgan tanishlarga jo'natib qo'yishingizdan chiqmasin, har doim ham bunaqa joy chiqavermaydi. Pastda telefon nomerlarini qoldirib qo'yapman. Telefon orqali aloqaga chiqishlaring mumkin.